Mana. Voy, Qancha ko'rsatib qo'ymaysizmi uni? o'rtoqlar. Mana buni ko'ryapsizlarmi kattaligini? Mana. Buni jerix deyishar ekan. Amrisi ham katta ekan. Voy, Hozir olib. Hamda qopdi. ya mashina ekan. Toshkentda shunaqa bo'ladi. Voy, qulog'ingga kelsin ham. Vah, mana. Vajat. Mana. Vajat. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlarga oq qayroq balig'idan, jerix balig'idan xey salatini qanaqa tayyorlashimni ko'rsatib bermoqchiman. Retsept turi xili ko'p, hamma har xil qiladi. Lekin men o'zimga yoqqani necha yillardan bir tajribalar orqali yaxshi mazali xey qilishni o'rganib olganman. Shuni hozir ko'rsatib bermoqchiman. U qiyin emas. Bemalol hamma xohlovchilar o'rganib olishi mumkin. Demak, o'rtoqlar, mana oq qayroq balig'ini tozalab, tangalarini shilib, ichilarini olib, kallasini olib tashlaganmiz. Hozir bundan demak xey salatini tayyorlashni ko'rsatib beramiz. Buning uchun balig'imizni oy qanotlarini oldidagi qalin suyagi bo'ladi. Suyini olib tashlashimiz kerak. Pichoqlarimiz o'tkir pichoq bo'lishi kerak, bilasizlar. O'tmas pichoq qo'lni kesadi. Bu bo'laklarni o'rtoqlar baliqdan sho'rva tayyorlaganda ishlatsanglar juda bir maza qilasizlar. Ayniqsa bu joylari juda mazali bo'ladi. Balig'imizni mana shu joyida suyagi bo'ladi. Shu joyini ham sho'rvaga tashlaymiz. Mana endi balig'imiz o'zi qoldi. Bu balig'imizni endi kesib olishimiz kerak va file qismiga ajratib olishimiz kerak. Fileni ajratish uchun umurtqasini oldidan pichoqni solamiz. Umurtqani oldidan pichoqni solamiz. Va yelkasidan mana shunaqa qilib kesib olamiz. Mana shunaqa filesini ajratib olamiz. Bunda qiltinoqlari bo'ladi, mayda-mayda, lekin bu qiltinoqlari keyin uksus yordamida ishlab berganimizdan keyin erib ketadi. Mana shu joyini ham kesib olib qo'yamiz. Bu joyini ham sho'rvaga tashlaymiz. Endi baliqni terisini olib tashlashimiz kerak. Buning uchun teri ostidan ozgina joy ochib olamiz. Hamda terisini shilib olamiz. Kimlardir terisi bilan, suyagi bilan qiladi, lekin ishoninglar, terisini olib tashlab, suyaklarini, umurtqalarini olib tashlab, qo'rg'alarini olib tashlab qilsanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Mana shunaqa yaxshi sof file chiqadi. Balig'i qiltinoqlari bor. Qiltinoqlarini kesish uchun mana kallasi bu tomonda bo'lsa, pichoqimizni mana shunaqa qilib kesishimiz kerak. O'shanda mana kichkina qiltinoqlari kesiladi. Kesilgandan keyin mana bunaqa bo'ladi. Uksus bilan ishlov berilganda bu pishib ketadi. Pichoqlarning turi xili ko'p. Qaysi bir qo'lingizga yaxshi tushsa, o'sha pichoqda ishlashingiz kerak. Lekin pichoq qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'tkir bo'lishi kerak. Bu juda muhim. O'tmas pichoq qo'lni kesadi o'rtoqlar.
Yaponlar bolasini 4-5 yoshidan o'rgatadi. Ularda yosh bolalarning pichog'i bor. Детский nabor deydi, komplekt. Ular o'rgatadi o'sha pichoqda narsalarni to'g'rashni, kesishni. Demak, mana shunaqa bo'laklarga bo'lib olamiz. Men hammasini hozir bo'laklab olib, keyin yana videoni davom ettiramiz. Xo'sh. O'rtoqlar, mana tayyorlab oldik. Go'shtlarimizni. Endi bunga sirka qo'shishimiz kerak. Bitta qoshiq bergin. Sirkani 96% tozasidan ishlataman. Uksusni qancha qo'shish kerak? Haligi dolzarb savollardan bittasi. Uksusi o'rtoqlar, baliq qancha yog'li bo'lsa, shunga yarasha qo'shish kerak. Yog'li bo'lsa, ko'proq qo'shish kerak. Yog'i kam bo'lsa, kamroq qo'shish kerak. Taxminan mana hozir bu balig'imizda ham ozgina yog'li, kuzda endi baribir oq qayroq baliqlar yog' yig'adi badaniga bunda. Oq qayroq baliqni ushlab so'yganlar biladi. Demak, bunga hozir asta-sekinlik bilan sirka qo'shib boramiz. Oldiniga 3 qoshiq qo'shamiz. Toza sirka. Oldiniga 3 qoshiq qo'shamiz. Sirka bilan, toza sirka bilan ishlayotganingizda iloji bo'lsa, ochiq havoda qilinglar o'rtoqlar. Sirkani bilasizlar, juda birdaniga hidi anaqa urib nafas olish yo'llariga ta'sir qilishi mumkin. Balig'imiz yaxshi aralashish uchun sirka bergandan keyin uni mana shunaqa qilib yaxshilab aralashtiramiz. Agar bunchalik yaxshi jarayon ketmayotgan bo'lsa, bunga ozgina tuz qo'shib yuborsak ham bo'ladi. Tuz endi hamma tabga ko'ra qo'shadi. Tuz kam bo'lib qolsa, yana qo'shib yuborish mumkin. Lekin sho'r bo'lib ketsa, qiynalasizlar. Shuning uchun ozgina qo'shganinglar ham ma'qul. Hali soya qo'shamiz. Soyani ham tarkibida bilasizlar, o'zini tuzi bo'ladi. Bu jarayonda men nimaga tuz qo'shyapman hozir? Qo'shgan uksusimiz, sirkamiz yaxshiroq o'tsin deb tuz berdim. Tuzni bilasizlar, baliqni suvini chiqaradi. Mana darrov o'zi yaltirab suv chiqishni boshladi. Suv chiqqandan keyin yaxshiroq aralashadi sirka bilan. Qaranglar. Baliq oqarish kerak. Bu hali yaxshi oqargani yo'q. Demak, yana ozgina sirka qo'shishim kerak. Men yana bir qoshiq. Tajribalar qilib o'rganinglardan keyin o'zi bilib qolasizlar. Baliq go'shti oqaradi. Qoshiqni har xillari bo'ladi, bilsanglarmi.
Sovet paytidagi qoshiq bo'lardi, alyuminli. O'sha qoshiqda adashmaysizlar, o'shanda ko'proq narsalar aralashtirsanglar, solsanglar, o'lchasanglar o'sha qoshiqda yaxshi bo'ladi. O'rtoqlar, mana balig'imiz ancha oqarib qoldi. Endi bunga ozgina dam berishimiz kerak. Bu yaxshilab oqarib olishi kerak. Ustini yopib qo'yamiz bir muddatga. Taxminan 15-20 daqiqa qo'yib qo'ysak, hozir harorat hovlida yaxshi. Demak, o'rtoqlar, endi buni yopib qo'ydik. 15 daqiqacha dam beramiz. Ichidagi sirkalari, go'shti to'qimalarga yaxshilab o'tib olguncha. Ana keyin piyoz, so'ralgan piyozni, boshqa ziravorlarni solib, sarimsoqli piyozlarni solib, aralashtirib davom ettiramiz. Mana bizdan chiqqan balig'imizdan chiqqan, demak, sho'rvaga, baliq sho'rvasiga chiqqan masalliqlar. Bularni hozir sho'rva qilib tashab qaynatamiz. Juda bir mazali sho'rva bo'ladi, o'rtoqlar. Sho'rvani bilasizlar, ham mazasi o'z suvda bo'ladi-ku. Sizlarga ham tavsiya etaman, shunaqa baliq sho'rvalardan tayyorlab iste'mol qilib turishinglarni. Baliq sho'rvani pastroq olovda tayyorlaylar, hamma vitaminlari o'zida saqlanib qoladi shunda. Demak, o'rtoqlar, bir muddat balig'imiz sirka bilan o'rtoqlashib oldi. Ko'rdinglarmi? Oppoq bo'lib qoldi. Mana shunaqa bo'lishi kerak, oqarish kerak. Xo'sh, o'rtoqlar, endiga navbat soyaga. Soyani endi kim qanaqa ishlatadi? Menimcha hammani oshxonasida bo'lsa kerak soyalar. Bundan 2 qoshiq solamiz. Yaxshi, mana suvlari chiqdi. Endi bunga ziravorlarni qo'shsa ham bo'ladi, piyozlarni ham qo'shsa bo'ladi. Mana qaranglar, achchiq qalampirni qancha qo'shish kerak. Kim achchiq yaxshi ko'rsa, ko'proq qo'shsin. Kim achchig'i uncha xush ko'rmasa, kamroq qo'shsin. Lekin xeni bilasizlar, yarim dori bilan. Qo'shsanglar bo'ladi. Endi maydalangan kashnich. Bundan sal ko'proq solsa ham bo'ladi. Kashnich. O'rtacha maydalangani bo'lsin-da, kashnichchi. Dumaloq ham bo'lmasin, yarimtali ham bo'lmasa, o'rtacha maydalangani bo'lsin. Kashnich soldik, endi sarimsoq piyoz. Sarimsoq piyoz solish kerak, solmasanglar xe bo'lmaydi. Salat o'xshamaydi. Video biroz uzayib ketgan bo'lishi mumkin. Kimnidir nazarida. Lekin o'rtoqlar, jarayon to'liq tushsin-da, mana shunaqa ko'rsatyapman. Endi gal piyozga. Piyozni ham juda yupqa to'ramaysizlar. O'rtacha qilib to'rash kerak. O'rtacha. Ko'rdinglar qancha piyoz, mana shu idishda 4 dona piyozni maydalangani. Demak, mana piyozimizni soldik. Endi o'rtoqlar, buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin aralashtirib olganimizdan keyin bir to'rtburchi konteynerga solib qo'ysak buni. Keyin xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bir kun turgandan keyin
bu piyozlari ichiga o'tib, mazalari bir zo'r bo'lib, juda bir ajoyib xe salat tayyor bo'ladi. Bir xil 1 soat ichida ham tayyorlab iste'mol qilishni boshlaydi. Unaqa qilsa ham bo'ladi, unaqasini ham tayyorlaganmiz. Unda sirka ko'proq qo'shiladi. Lekin ishoninglar o'rtoqlar, 1 sutka turgandan keyin mazasi undan ham zo'r bo'ladi. Xo'sh, xe salati qaysi baliqdan yaxshi bo'ladi? Sizga qaysi baliq mazasi ko'proq yoqsa, o'shandan zo'r xe qilsa bo'ladi. Kimga sazan yoqadi? Kimga oq qayroq baliq, kimga ilonboshdan ham xe qilganlar biladi. Bir ajoyib chiqadi. Kimga do'ngpeshini Tolstolobni ham hozir juda bir semirgan payti, Nazarbekning ko'llaridan chiqsa, agar Nazarbek ochsa, o'sha Tolstoloblardan qilsanglar juda bir zo'r bo'ladi. Uning mazasi zo'r. Ular yana texnologiyasi ham yaxshi-da, ular. Baliq boqishi. Men endi bilganim uchun, ishonganim uchun o'sha yerdan olib qilaman. Birov kimdir buyurtma bersa, lekin ishoninglar, hali biror marta uyaltirmagan. Lekin men Nazarbekda kim etdi boshlig'i nima tanimayman, u reklama emas. Nazarbek ko'li uchun. Lekin baliq yaxshi, mazali. Karaslari ham, sazanlari ham juda zo'r. Kim uchun bor baliq ovlagan bo'lsa, yegan bo'lsa biladi. O'rtoqlar tavsiya qilaman. O'sha Nazarbekning baliqlaridan olsanglar bir 2 kilo, 2,5 kilolik 3 kilogacha bo'lgan Tolstoloblardan qilsanglar, xeni unaqa qimmat ham tushmaydi, lekin sifati ham zo'r bo'ladi. Juda bir ajoyib chiqadi. Juda ko'p marotaba tayyorlaganman. Men tanigan bilganlar hammasi yaxshi biladi, yeb ko'rishgan. Necha marta yana buyurtmalar ham qilishgan. O'rtoqlar. Demak, o'zimiz salatimizga qaytamiz. Mana hozir aralashtirib oldik. Endi qaranglar. Buni 1 sutka qo'yib qo'yamiz, idishga solib, to'rtburchak idishga, oz yopiladigan idishga solib qo'yib qo'ysak, 1 sutkadan keyin ochib, bitta o'rtacha piyozni qanday otsam bo'ladi? Tuxumdan kattaroq piyozni maydalab to'g'riysizlar-da. Yoqqa tashab, yarim pela yog'ga tashab, bitta yaxshilab qovurib olasizlar. Qovurib keyin ustidan ana qizil chuchuk bolgarskiyni ozgina sepasizlar bir qoshiqda. Shuni aralashtirib o'chirasizlar. Ana o'sha piyozda qilingan yog' bilan buni aralashtirasizlar. Ertaga. Ya'ni yarim pela yog', bitta piyoz bilan qovurib turib, sal hali piyoz dog' bo'lsa bo'ladi, mazali bo'lib qoladi-yu, anaqa kuydirib olish kerak emas piyoz. Piyoz kuyib ketishi kerak emas. Ana o'shani adarasizlar, yupqa qilib to'g'raylar, qaranglar. Esingizdan chiqmas. Juda baland olovda ham qizdirmanglar piyozni, chunki bir pasda chetlari qorayib ketadi. Shu o'rta olovda qilsanglar, mazali shirin narsa bo'ladi. Shuncha qiyin narsani buzib qo'ymaydi. Yana aralashtirib orasizlar-da, bunga yana bir ozgina vaqt berasizlar, turgandan keyin 20-30 minutdan keyin olib yeb ko'rsanglar, mazasi uje boshqacha chiqadi. O'rtoqlar, hammangizga yoqimli ishtaha. Agar kimda qanaqa savollar, nimalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha, demak, maslahatlarimizni beramiz. Nima deydi? O'rgangan narsalarimizni o'rtoqlashamiz. Mazza qilib, keyin sizlar ham mana shunaqa salatlarni o'zingizlar tayyorlayverasizlar. Qaranglar, salatni ko'p yemanglar. Mana shu kichkintagina taqsimchadagi salat bir kishiga ko'plik qiladi. Chunki bunda nima bor? Sirka bor. Shuning uchun buni ovqat o'rnida yemanglar. Buni ozgina shu salat ko'rinishida yeyish kerak, o'rtoqlar. Suvini tagida suv chiqadi. Suvga ko'pli non botirib yeyish yaxshi ko'radi. Shu narsani necha marta etsam ham baribir ko'pchilik non botirib yaxshi ko'radi shu joyini yeyishni. O'rtoqlar, shunaqa qilmanglar. U suvda uksus ko'p tarkibida. U oshqozoninglarni buzishi mumkin. Shu xoraschi shunday jonga tegdi. Nuqul syomka qilsam qichqirishni boshlaydi. Xo'sh, o'rtoqlar, piyozni ham ko'rsatib bera qolaman.
piyoz dog' qilish jarayoni. Mayda to'g'rab olamiz. Juda ham soz mana. Buni bunaqasiga yana bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Maydaroq bo'lgani yaxshi-da. Yaxshi aralashadi. Endi buni ko'pchiga solib olamiz. Xo'sh, tovaga yarim peli yog' solib oldim. Pista yog'dan endi bunga piyozni solamiz. Olov biroz baland. Pasaytiramiz. Juda ham sos. Ana endi bunga qizil bolgarskidan chuchugidan ozgina solamiz. Qaranglar, soldik, olovni o'chiramiz. Men taxminan 2 qoshiqcha soldim. Bo'ldi mana, buni aralashtiramiz. Endi buni xiyga qo'shsak bo'ladi. Mana soldik, endi bir aralashtiramiz. Aralashtirib, yana idishiga solib qo'yamiz. Bu endi rangi ham boshqacha bo'lib chiqadi endi. Piyozni dog' qilib olganimizni o'sha yog'i yana ham boshqacha bunga maza beradi. Zo'r bo'ladi. O'zi mana hozir ham zo'r edi mazasi, lekin biz uni undan ham zo'r qilib tayyorlaymiz. Qaranglar, ko'katni yaxshi ko'radiganlar ozgina ukrop bilan ozgina kashmish solsanglar ham bo'ladi. Endi u kimga qanaqa? Qaranglar, o'zingizlar oldin shu holatda yeb ko'ringlar. Agar ma'qul bo'lsa, zelin solmanglar. Agar yo zelin ham solamiz, yaxshi ko'ramiz desanglar, bitta talinkaga ozgina solib olasizlar-da. Mashinga ozgina zelin tashlab aralashtirib yeb ko'rasizlar. Agar sizlarga yoqsa, zelini keyin o'shanga qarab qolganiga qo'shasizlar. Darrov hammasiga qo'shib qo'ymanglar-da. Sababi zelin taxirroq bo'lishi mumkin. Bir xil paytida bilasizlar, ukroplar taxirroq bo'ladi. Ozgina buzib qo'yishi mumkin yaxshi narsani mazasini. Shuning uchun ozgina solsanglar ko'ringlar. Men kashinch ukrop ozgina solib xeyda nimasida yaxshi ko'raman yeyishni. Sizlarga ham tavsiya qilaman, chunki ko'katlar turgan bitgani vitamin juda bir ajoyib bo'ladi. Ana endi bu yana ozgina turish kerak. 1 soatcha xolodilnikka qo'yib qo'ysak, o'rtoqlar, zaxi ham yeymiz, keyin tayyor bo'ladi. Chiroyli qilib, keyin suzib, tarankalarga chiroyli qilib qo'yib, uzataverasizlar. Lekin qaranglar, shu aytganimda tegidagi suvni to'kib olishinglar kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgandan keyin tegidagi suvni to'kib olasizlar. Hammaga yoqimli ishtahalar, o'rtoqlar. Yana qanaqadir bir savolinglar bo'lsa, boshqa nimalar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Batafsil javob beramiz. Telegramga yozishinglar mumkin. Telefon qilishinglar mumkin. Hammalarga yoqimli ishtahalar.